Hammaga assalomu alaykum. Hozir Toshkent aeroportidaman. Aeroportga kelayotgan joyimda bir voqea bo'ldi. Bir odam kelib, Wi-Fi yo'q, bering, internetsiz bormi dedi. Yopib berdim. Tojikistondan ekan. Puli yo'q ekan. Xullas 1-2 kundan keyin ishi hal bo'lsa ketarkanmi bilmayman. Xullas boshqa yurtga bir tanishiga ishonib pul jo'natish kerak deyapti. Mendan sim kartasi ham yo'q ekan. Internet qo'shib olib unga telefon qilyapti. 5 minutda, 10 minutda dedi. Yarim soat yo buyog'i 1 soat o'tsa ham u tanishi yo pul olib bermadi, yo ishini hal qilib bermadi-da, boshqa gap aytmadi. Misol falon joyga kel desa, shu yoqqa avtobusga chiqib borsa ham bo'ladi. Misol pul agar berish niyati bo'lsa, u ham cho'zib yuribdi-da. Xullas nima demoqchiman? Juda achinarli holatda bu holat. Bu odam o'zi oldin Rossiyalarda ham ishlagan ekan. Rossiyadan deport bo'lganman dedi. Rossiyada ishlaganki odam, har qanday chet elda ishlagan odam ancha-muncha pul topib qo'yadi-da. Misol umuman ruschani bilmagan holatimizda Rossiyaga borganimizda ham 1,5 yil ishlab bir $5,000 pul bilan kelgan edimda. Juda ham past edi oylik. $200-250 oylik olardik. Qo'shimcha ishlarimiz bilan 250-300 ga borardik. Oylik $200 edi. Dollar 28likda €6,000 bo'lib oylik olardik. $200 sal ko'proq. $3-4 ko'proq. Bu juda achinarli holat bu-chi. Odamlarga hayronman. Zapas pul bilan yurish kerak chet elga chiqqandan keyin. Aytsam, kamida qayerga borsiz ham $2,000 pul bilan yurishingiz kerak desam, menga hayron bo'lib qarayapti. Ularda unaqa ko'nikma hosil qilmaganda zapas pul bilan yurish, o'zini xavfsizlik yostiqchasini olib olish degan narsa bo'lmagan hech qachon. Shuning uchun hayron bo'lyapti. Bu hayron qoladigan narsa emas. Har xil vaziyatga tushasiz yo'llarda. Hozir u odam qorni ochsa ham bir narsa olib yeyishga o'ylanadi-da. Bu boshqalarning rahmini keltiradigan narsa, lekin o'zi aybdor. Hamma kim shunaqa holatga tushsa o'zi aybdor, chunki oldindan ishlab topgan pullaridan avval o'zi uchun ajratib qo'yish kerak. O'zini yurishtirishi uchun ajratib olish kerak. Bo'ydoqlar misol tiyinigacha qilib ko'proq ota-onasiga jo'natadi. Unaqa qilmaslik kerak. Ota-onasiga ham jo'natsin, lekin 30%nimi, 20%ni o'zi yig'ib borish kerak. Shunaqa ko'nikmani hosil qilish kerak bo'ydoqlar. Ayniqsa oilalilar ham shunaqa. Oilasiga hamma pulini tiyinigacha jo'natib qo'yib, keyin u pullarini qayerga ishlatilayotganligidan, qayerga ishlatilayotganini kontrol qilmasdan yuraverishi oxiri shunaqa bankrotlikka olib keladi. Kim bor misolda, masalan men hozir boshqa joyga borsam, kim meni quchoq ochib kutib oladida, "Kel" deb uyiga kirgizadi misol. Bir kun kimdir bir to'yishlik ovqat olib berishi mumkin rahmi kelganida. Qachongacha odamlarga shunaqa bo'lamiz? Keyin o'zbeklar to'g'risida, tojik, shu qirg'iz millatlari to'g'risida, O'rta Osiyo xalqlari umuman to'g'risida boshqa chet davlatdagilar noto'g'ri fikrga borishadi-da. Dostoyniy bo'lib yurish kerak-da, o'ziga to'q bo'lib yurish kerak. Boshqa millatlarning oldida, kerak bo'lsa Yevropa millatlarining oldida o'zingizni pulga to'qligingiz bilan ajrab turishingiz kerak.
haligi shimtirab bo'yningizni qisib turish bu xorlikda. O'zingiz tiqib olgansiz bunaqa xorlikka. Bo'lmaydi u narsa. Ana shuning uchun odam o'zi dostoyniy yurish kerak, o'ziga to'q bo'lib yurish kerak, o'ziga mahkam bo'lib yurish kerak. Ayniqsa erkak kishini ishi qiyin. Misol oilangiz bilan chiqsangiz, juda xavfli bu narsa. Biror joyga ishga ketyapsiz. Mana misol Moskvalarga borishadi. Oilasi bilan yonida zapas puli yo'q. Bitta kvartirani olishadi-da, 5 ta bo'ydoq, bitta yoki 2 ta er-xotin bo'ladi. Burchakka parda tutib olib yashaydi. Shu nimadan deb o'ylaysizlar? Shuni oila boshimisan, erkakmisan? Ha, ayolingni olib ketishdan oldin o'zing chiq, sharoitni o'rgan. 2000-3000 dollar oshin, birar yil ishlamayli ayolingsiz. Undan keyin sharoit qilgandan keyin avval joyda naqd qilib olib, aniq qilib olib, ayolingni keyin bir xarobroq bo'lsa ham bironta uyga alohida ikkalang yashaydigan joy qilib olib ketishing kerak. Bo'ydoqlar ichiga tiqib yubormasdan xotiningni. Ko'zi o'ynab, keyin har xil gaplar eshitadi sen yo'g'ingda. Xotiningga xushomat qiladi ular ham. Shuni o'ylab ish qilish kerak. Erkak kishi erkakroq bo'lish kerak. The coupling for the time are given by